Diqqat qiling, O'zbekistonda pravasi bor fuqarolar yana qaytadan imtihon topshiradimi? Kutilmagan qaror barchani hayratga soldi. Yangi tartib kuchga kiryaptimi? Batafsil ushbu videorolikda javob topasiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Yo'l harakati xavfsizligi ijtimoiy tarmoqlarda 2021-yilga qadar milliy haydovchilik guvohnomasini olgan fuqarolar yangi imtihon markazlarida grafik asosida majburiy tartibda bepul qayta imtihondan o'tkazilishi haqida tarqalayotgan xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini ma'lum qildi. Ya'ni haydovchilar prava uchun qaytadan imtihon topshirilishi haqidagi xabar rad etildi. Ushbu ma'lumotlar hech qanday huquqiy asosga ega emasligi rasman tasdiqlandi. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda bu kabi yolg'on xabarlarni tarqatib, fuqarolarni chalg'itmaslikka chaqirildi. Aks holda bu holat bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarimaga sabab bo'lishiga olib kelishi mumkin.